أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم hürmetlik qarindoshlar taqdir qismetimiz sizlar bilan biz dunyodagi musulmonlar uyg'urlar nihoyatda ig'ir kunga duch kelayotgan bir fursatda yashash siz bizning peshonimizga putilgan ekan. Hamda biz bu ummat hamini bir kun g'alaba qildi. Bizning Uyg'ur musulmonlarmi hamini bir kunisi erkinlikka chiqadi. Hammamiz inshaalloh bizning davlatimiz bo'ladi. Bunisi aniq. Chunki Alloh subhanahu va taolo oxirdagi g'albaning musulmonlarga bo'ladiganligi haqida bizga va'da qilgan. Mayli biz shu kunlargacha yashayolmayli, yashamayli, unisi muhim emas. Eng muhimi biz mushu yo'lda o'zimizning erkinligi, islom yo'lida yashab bu haq yo'ldan chetnab ketmay, o'lib ketish mana bu bizning g'oyamiz. Navbatda butun islom dunyosi, jumladan Uyg'urlar g'oyat zo'r bir krizisda va nihoyat bir tarixiy muhim bosqichlarda yashayapmiz. Shu munosabat bilan men shu chet elda yashayotgan qarindoshlarimga bugun juma kun munosabati bilan bir ulug' kun yurak bir so'zimni qilay dedim. Ana bu yurak so'z qarindoshlarimga mush Qur'on hadisninki ruhidan qizib chiqarilgan bir necha nasihatdan iborat. Hurmatli chet elda, yaqyurtlarda yashayotgan qarindoshlarim, Alloh subhanahu va taolo bugungi juma kunda gunohingni afv qilsin, jumaringlarni qabul qilsin. Alloh subhanahu va taolo fatarda yurtimizni qaytib tuqqanlar bilan jam bo'lib shu yerda xo'shal xoram bir o'ltirishimizga nasib qilsin. Hamda mening nasihatim, agar siz bir musulmon shaxs bo'lsangiz, bir odam bo'lsangiz, sizning shu 3 ishqa nihoyatda bir e'tiborlik bilan qarishingizni va mush ishni o'zingizga qilingan eng muhim nasihat deb bilishingizni umid qilaman. Birinchisi, siz bir shaxs bo'lib sifatingiz bilan qarindoshim, mush o'zingizni davomliq o'zingiz bilim elishni o'zingizga bir majburiyat deb biling. Davomliq bilim elib faqat to'xtamang. Kunliga oz deganda yarim soat kitob ko'ring qarindoshim. Chunki biz yashayotgan zamonda, mush asrda jahillarning nadallarga urun yo'q. Jahillarga, nadallarga, bilimsizlarga uru yo'q. Chalmolla har qanday ishni chali qildigan odamlarga urun yo'q bir asr. Biz yashayotgan asr shunday asr. Chunki Qur'oni Karim 1400 yil burun bir ilm zamonasining boshlanganligini e'lon qilib, siz bizga birinchi bo'lib Qur'oni Karimda o'qu degan oyatni nozil qildi. Man bu oyat butun xalqaro qilingan, ya'ni yangi bir ilm davrining boshlanganligini e'lon qilgan bir oyat. Qarindoshlar, men sizlarga dey, biz Uyg'ur musulmonlarning eng ashaddiy dushmani kim o? Birinchi eng ashaddiy dushmanimiz bilimsizlik, nadallik, jahillik. İkinci eng ashaddiy dushmanimiz bilimsizlik, nadallik, jahillik. Üçüncü eng oxirgi eng ashaddiy dushmanimiz bilimsizlik, nadallik, jahillik. Biz Uyg'ur musulmonlarga buningdan cho'ng bir dushmani yo'q qarindoshlar. Mayli nagil barayli. Hatta chet elga chiqib bir shu nadalligimizni, shu bilimsizligimizni bir vatanda tashlab qo'yib chiqqan o'xshaymiz desak, shu qatmal nadalligimizni o'xshashlam chet ellarga ko'tarib chiqqan bir millatkanmiz. Shuning bilan mush nadalligimiz mush chet ellardimi bizni baloyi ofatga tashlayotdi. Patqoqlarga patqizib. Shuning uchun birinchi deydigan nasihatim,
o'zinglarni davomli bilim bilan Qur'onlantirishdan qat'iy to'xtab qolmanglar. Uyinglarda kunda yarim soat kitob o'qinglar, bolalar o'zinglarni bilim bilan Qur'onlantiringlar. Ikkinchi qilmoqchi bo'lgan nasihatim qarindoshlar, har bir chet elda yashayotgan qarindoshlar o'zining ruhiy va axloq safa tarafini davomli yuksaltirib turish. Bu bek muhim qarindoshlar. Chunki bizning bu safa bo'libmi bir safa ojizligimiz biz hozirgi Uyg'ur musulmonlarning eng ojizlik tarafi. Shuning uchun ong saviyani, sapani yuksaltirishga ahmad berayli. Mening safa deganim şu her xil ijtimoiy munosabat, turlik aloqa va muomaladagi olijanoblik, odamgarchilik ko'z tutildi qarindoshlar. Masalan, qizg'in ruh, isil pozitsiya, go'zal harakat, yaqinlik so'z, tabassum chiroy, intizomchan bo'lish, uyda xizmat o'rinlarida, ommiy so'rovlarda pokizlik ahamiyat berish, adablik, ratlik bo'lish maqsad qilindi. Men safa deganda buni maqsad qilaman. On degandan atrofimizda bo'layotgan ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy bo'libmi biz Uyg'urlarning kelgusiga istiqbolimizga munosabatlik ahvollarni yaqindan tushunish va bilish qarindoshlar. Xalqlarning har xil aldam xaltlariga tushib aldanmaslik. Chunki bir olimimiz shunday degan, sening dushmanga xizmat qilishing uchun sening uningga g'olchi bo'lishing ketmaydi. Sening dudliging, nadonliging, johilliging, o'ngsizliging, bilimsizliging dushmanga yetib oshadi degan qarindoshlar. Biz dal shu odamlar bo'lib qolyapmiz. Uchinchi qildigan nasihatim bir musulmon shaxs bo'lish sifati bilan sizga uchinchi qilmoqchi bo'lgan nasihatim, qarindoshlar, shu chet elga chiqqandan keyin hammamiz ma'lum bir ishni ching tutaylik. Mayli bir hunar bo'lsin, mayli bir xizmat bo'lsin, mayli bir tijorat bo'lsin, muqim bir ish tutib, shu orqali o'zimiz jinimizni halol boqishga tirishaylik va shu orqali boshqalarga foyda yetkazaylik qarindoshlar. Bu chet elga chiqib kashchi vatandagilarni qiynab pul chiqaringlar, hallallah, shallallah, mashallah, lam yasha, lam yakun deb har xil gaplarni qilib vatandagilarni qiynaydigan ishni qilmaydi. Chet elga chiqqan ekanmiz, chuqur bir ishni tutaylik, shu ish orqali o'zimizning jannat haloldan boqaylik va shu ish orqali boshqalarga manfaat yetkazaylik qarindoshlar. Islomga manfaat yetkazaylik. Aqallisi biz satrash ol, oshpaz ol. Voy jinim qarindoshlarim, bir odam bizdan so'rab qilib nima ish qila oladi desa tirnoq tatlamaydi. Qo'limizdan bir ish kelsin. Bu bir musulmon shaxsga qilgan nasihatim. Endi agar bir oila bo'lsangiz, qarindoshlar, oila islomdagi eng muhim hujayra. Qarindoshlar, bizning davlatimiz yo'q. Turkiya, Saudiya Arabiston, har xil Yevropaning pasportini olgan qarindoshlar, bizning o'shada qilib qolgan bir davlatimiz bor. Ashada yurtimiz bor, tuqqanlarimiz bor. U bor, lekin hozir haqiqiy bizningki bir davlatimiz bor degil olmaydi. Shuning uchun bizning oilamiz, bizning haqiqiy davlatimiz. Mushu oiladagi eng muhim namaz, hac, ro'z, Ramazon qandoq farz bo'lsa, shundoq farz masalaning birisi avlodlarimizni qanda tarbiyalashni o'rganib va ularni nihoyatda go'zal bir yaxshi zamonga mos bir musulmon qilib tarbiyalab chiqish kerak. Aqidasi tavranmas, bilim bilan qurollangan, dunyoni tushungan, islom musulmonlarning g'amini yeydigan, o'zining uyg'urligini unutib qolmaydigan, uning majburiyati dunyoda zulm chekayotgan, eng zulm chekayotgan uyg'urlar uchun xizmat qiladigan bir avlod tarbiyalab chiqish. Eng ilg'or bilim bilan qurollantirish, mana mushlarni tarbiyalab chiqish bir oila bo'lish sifatimiz bilan eng muhim ish mashshu qarindoshlar. Ikkinchi muhim ish bo'lsa, oila biz musulmonlarning jannati. Oila vayron bo'ldi degan gap biz Uyg'urlar, musulmonlar vayron bo'ldik degan gap qarindoshlar. Shuning uchun shu oilaga qat'iy ko'ngil bo'lish, oiladagi o'zaro muhabbat,
o'zaro munosabat mushqa bak ko'ngil bilaydi. Oila a'zolari bir-birimizni qadrlaydi qarindoshlar. Oilamizni chiroyli gap bilan, kulimsirash bilan, pulimiz bo'lmasmi, baxt saodatga to'ldirib bo'ladi. Hozir shu telefon tor davrda yashayapmiz. Aning gapi xotin qo'shaqmaydigan, xotinning gapi qo'shaqmaydigan, bolaning gapi dada qo'shaqmaydigan, dadaning gapi bola qo'shaqmaydigan bir zamonda yashab qolyapmiz. Shuning uchun oiladagi munosabatga qattiq ahamiyat berish, oiladagi aloqani chingitish, muhabbatni chingitish. Ey qarindoshlar, ko'ngillarda bug'doyning bo'lmasmi, bug'doy so'zimi yo'qmi deydi. Chiroyli gaplar bilan oiladagi cho'nglarga rahmatimizni bildiraylik. Ayolimiz bizga yaxshilik qilgan bo'lsa, uning rahmatimizni bildiraylik. Shu oyni boqman deb jafot qilgan bo'lsa, rahmat yangi binas ketmaydi, rahmat. Alloh seni bizning beshimizdan aks ketmasin. Alloh bizni seni bizga Alloh davomli mushundaq salomat turg'izib bersin degandek mushundaq gaplar bilan mush oil chet elda mush oila bak muhim qarindoshlar. Mush oilani eng bizning oxirgi qo'rg'inimiz. Bu qo'rg'on kelsa, qo'limizda ishim qolmaydi. Bu kallanlarda aniq bo'lsin qarindoshlar. Endi eng oxirgi musulmonlarga nasihatim qarindoshlar. Endi biz chet elda yashayapmiz. Alloh subhanahu va taolo bizni Uyg'ur yaratdi. Michael Jackson'ның usulunu oynab bəsəkmi? Qolumuzdan pipsa kolanı düşürməyi içib bəsəkmi? Biz Uyğur. Allah subhanahu wa ta'ala xuddi bu dünya bir bağçı olsa, şu bağçıdaki en rənglik çiraylık gül Uyğur. Eğer bu Uyğur bu bağçıda olmasa dünyamanda güzel olmaydı degan düşünce boyunca biz muş Uyğurlarını saqlab qilish uchun muş chet elda yaşayotgan qarindoshlar atrofinglardagi mayli bir diniy jamiyatlar olsun Uyğurlarning yoki bir ticari cemiyetler olsun, medeniyet cemiyetler olsun, siyasi cemiyetler olsun, muş Uygurlar kurgan ictimai teşkilatlara mensup olup yaşayanlar, şulara tabi olup yaşayanlar, ayrım yaşayanlar qarindoshlar, bu tügüsün. Biz muşundaq ümlüşip, muşta birleşip yaşaylı. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de "Vettakullah ve kunu ma'as sadiqin" deydi. Ey müminler, Allah'tan korkunlar ki rastçıl Müslümanlar bilan da birga yaşanlar deydi. Top bulup, manda cemiyet olup, dernek olup, manda yaşayan hammalar öz aldığında yaşamalar. Eğer etrafındaki hiç qanday bir cemiyetini yaratmasanlar, öz aldığınız cemiyet korunlar qarindoshlar. Ama yalğız yaşamanlar, çeçilip yaşamanlar, biz chet elde özümüzni saqlab qilish uchun, dinimizni saqlab qilish uchun, medeniyetimizni saqlab qilish uchun, tilimizni saqlab qilish uchun biz mushundaq jamiyatlarga muhtoj. Shuning faol qatnashib, faoliyatlarga qatnashib, qo'limizdan kelgancha yordam qilib, ey sizlar yaraydigan bir jamiyat yo'qmi atrofingda? Bunimiz qurunglar. Bunmisa ash jamiyatlarga mayli, ba'zi kamchiligi bo'lsa, mayli tuzashga tirishinglar. Bunmisa kamchiligi bo'lsin, bunmisin men dedim qarindoshlar. Biz Michael Jackson'ning ustini o'ynab, Pepsi'ni ichib, Kentucky'ga kirib, nimani yesak biz Uyg'ur. Shuning uchun Uyg'urlarning jamiyatiga tava bo'lib, mansub bo'lib yashash biz uchun eng muhim. Mana bugun jumada meningki shu chet elda yashayotgan aziz, suyumlik, qadrdan qarindoshlarimga qilgan chin yurak so'zim. Agar bu so'zdan sizlarga bir foydasi tekkan bo'lsa, mush so'zni boshqalarga yetkazishdan boshlatmanglar qarindoshlar. Chuqur mush chet elda yashayotgan hamma Uyg'urlar amalba bir anglab qolsa, mush so'zdan bir so'z foyda qolsa, mana bu bizning qalbimiz. Alloh subhanahu va taolodan shuning ajrini tilaymiz. Xato gap qilgan bo'lsak, bu bizning bilimsizligimiz. Alloh buni ko'chirsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.